Bugun Minecraftning sirli xonalarini tekshirib ko'ramiz. To'xtanglar do'stlar, 50 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi. Albatta buning uchun sizning yordamingiz yetishmayapti. Tezroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. 50 mingta obunachi bo'lishimizga ila Minecraftdan o'chirib tashlangan qo'rqinchli moblarni sizlarga ko'rsatib video qilib chiqaraman. Albatta buning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Qani unda ketdik. Demak, birinchi sirimiz mansiyada bo'lar ekan. Sirli xona mansiyada ekan. Xo'p, tepalikka chiqyapti. Juda ham tepaga chiqib oldi va mana bu yerni sindirdi va qandaydir katta obsidian bloki bor ekan. Bilmadim, bu bo'lishi mumkinmi va yana ichida olmos blok ham bor ekan. Bunga ishonish qiyin, lekin bir tomondan bo'lishi mumkin, chunki mansiyada juda ham ko'plab xonalar mavjud. Mening o'ylashimcha bu haqiqat bo'lishi ham mumkin. Mansiyadamiz. Endi videoda ko'rsatilgan joyga borishimiz kerak. Videoda juda ham balandroqqa chiqilgan edi va yana mana bu joyga ham ko'tarishimiz kerak va mana bunda kresga o'xshagan narsa bor edi va mana uni topdik. Menimcha mana shu bo'lishi kerak. Yana bilmadim, yana tekshirib chiqamiz va 1 2 3. Yo'q. Do'stlar, bu haqiqatan ham xuddi o'sha obsidian blok, mana ko'rishingiz mumkin va uning ichida olmos ham bormi tekshirib ko'ramiz. Va do'stlar, haqiqatan ham bu yerda olmos bor ekan. Bu juda ham menga yoqdi. Bu narsa borligiga men ishonmagandim, lekin bo'lishi mumkin edi. Va biz bu olmosli blokdan bitta olmosli kiyim yasashimiz mumkin va 4 ta olmosli oyoq kiyim. Yo'q, 4 ta emas, 2 ta bo'lishi kerak. Ha, 2 ta. Endi ikkinchi sirga o'tamiz va ikkinchi sirli xona bu end portalni oldida ekan. Xo'sh, bu end portalning yonidami? Hozir yana ko'rishda davom etamiz va mana bu joyda ekan do'stlar. Qani uni qazyapti va ichida qandaydir sirli xona bor ekan va bu bo'lishiga ishonish juda ham qiyin va bu yerda 4 ta sandiq bor ekan do'stlar, 4 ta. Va 4 ta sandiq ichida mana bunday resurslar bor ekan. Bunga ishonish qiyin, hozir tekshirib ko'ramiz. Endi o'sha joyni qidirishimiz kerak xolos va mana topdik do'stlar. Endi lekin bu yerda end portal yo'q. Mayli, tekshirib ko'raveramiz. Qani 1 2 3 va buni sindiramiz. Yo'q, hech narsa yo'q ekan do'stlar. Yana bitta sindirib qo'yaveramiz. Yo'q. Bu yerda umuman hech narsa yo'q. Demak, end portalni qidirishimiz kerak. Lekin end portalni halidan beri topa olmayapman. Bu yerda portal bormi yoki yo'qmi degan savol meni juda ham qiynayapti. Hali beri portalni topganim yo'q. 10 daqiqa vaqt ketdi va portalni hali ham izlayapman va topishimiz kerak. Va nihoyat do'stlar, portalni topdik. Endi bizga mana bu joy kerak va 1 2 3. Bu yerda hech narsa yo'q. Balki yana bir blok qazish kerakdir. Va bu yerda ham hech narsa yo'q va yana ham chuqurroqqa tushamiz. Bu yerda hech narsa topa olmadim. Bunga ishonish kerak emas. Mana bedrockgacha ham tushib ketdik. Demak, bunga ishonib o'tirmanglar, bu yolg'on. Endi keyingisi bu ferma haqida ekan. Demak, fermada sirli xona bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, endi ko'rishda davom etamiz va nima? Qanaqasiga bo'lishi mumkin? Do'stlar, bunga ishongim kelmayapti. Hayotimda bunday narsa borligiga ishonmagandim. Va bu yerda sabzilar bor ekan va mana bu yerda esa poliz ekinlari bor ekan. Bunga ishonish qiyin. Hozir biz buni tekshirib ko'ramiz va bunga aniqlik kiritamiz. Mana men qishloqqa yetib keldim. Endi biz tekshirib ko'rishimiz kerak. Xo'p, bu yerda hech narsa yo'q. Mayli, sindirib ham ko'ramiz. Yo'q, bu yerda hech qanday narsa yo'q. Xo'p, bu yerdachi? Bu yerda menimcha bo'lishi kerak, chunki bu yerda poliz ekinlar juda ko'p ekan va bu yerda ham hech narsa yo'q. Tushunmadim. Videoda bordi-ku, nimaga bizda hech narsa o'xshamayapti? Xo'p, bu yerda ham tekshiramiz. Yo'q, bu yerda ham hech narsa yo'q. Mayli, buzib qo'ydim, mayli. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz va bunisida bo'lishi kerak. Yo'q, bu yerda ham yo'q. Jinursin, nimaga aynan menda o'xshamayapti yoki boshqa qishloqda bo'lishi mumkinmikin? Ha, mayli, yana poliz ekini bormi? Ha, mana bu yerda bor ekan, bu yerni tekshirmabmiz va bu yerda bo'lmasa lekin bilmadim. Qani bu yerni ham ochib ko'ramiz. Menimcha boshqa poliz ekinlari qolgani yo'q. Yo'q, mana bu yerda bitta bor ekan, bu yerga borib ko'ramiz va shu oxirgisi bo'ladi. Jinursin, rostdanmi? Men bunga ishongim kelmayapti do'stlar. Haqiqatan ham bu narsa bor ekan do'stlar, rostdan ham do'stlar. Lekin bu yerda hech qanday qishloqlar yo'q. Demak, bu o'xshadi. Bunga ishonsak bo'ladi. Buni qidirib ko'rish kerak ekan. Demak, endi keyingi sirli xonani tekshirib ko'ramiz va bu kaktus ekan va kaktusni oldiga boryapti. Mana bunday turidan topdi, juda ham baland ekan va uni sindirdi va tagiga tushib kavlayapti va davom etyapti va u yerda 4 ta sandiq bor ekan va 4 ta sandiqning ichida mana bunday resurslar bor ekan. To'g'risini olganda bunday narsalarni topish juda ham qiyin. Unda biz buni tekshirib ko'ramiz. Mana o'sha kaktus do'stlar va kaktusni sindirib ko'ramiz va tagini kavlaymiz va kavlashda davom etamiz. Yo'q, bu yerda hech narsa yo'q va teparoqqa chiqamiz va yana bir kaktusni sinab ko'rishimiz kerak va misol uchun mana shuni tekshirib ko'ramiz.
va tagini kavlaymiz va bu yerda ham hech narsa yo'q. Negadir bu ham o'xshamayapti va mana bu kaktusni ham sinab ko'rish kerak. Bu ozgina bo'lsa ham kattaroq ekan va buni tagini kavlaymiz va bu yerda ham hech narsa topilmadi. Lekin videoda ko'rsatilgandek kattagina kaktusni topish qiyin bo'lyapti. Va do'stlar, mana bu kaktus juda ham katta ekan. Oldiga borib ko'ramiz va videodagidek deyarli katta. Ha, menimcha shunday va buni tagini ham kavlab ko'ramiz va kavlashda davom etamiz. Kavlaymiz va do'stlar, xuddi o'sha xonani topdik do'stlar. Men bunga umuman ishongim kelmayapti. Haqiqatan ham kaktusning tagida shunday narsa bor ekan va sandiq va videoda ko'rsatilgandek 4 ta sandiqlar ham bor ekan. Ichida nima bor ekan? Va ichida olmoslar bor ekan va bunisida ham xuddi shunday narsalar va deyarli hamma sandiqning ichida olmos, oltinlar bor ekan. Bu to'g'risini olganda juda ham foydali ekan do'stlar. Buni albatta saqlab qo'yish kerak va bu menga juda ham yoqdi. Endi biz keyingi sirli xonani tekshirib ko'ramiz va bu Pillager Outpost ekan, ya'ni qaroqchilarning makoni. Mana buni Verstakning oldiga keldi. Jinursin, bu narsa bormi? Ishongim kelmayapti bunday narsalar borligiga. Xo'p, pastga tushyapti va mana bu yerda qishloqni qamab qo'yishgan ekan. Bilmadim, lekin bu narsa haqiqatga to'g'ri keladi, lekin Minecraftda bo'lishiga ishonish qiyin. Unda biz gapni ko'paytirmasdan tekshirib ko'ramiz. Mana do'stlar, qaroqchilarning joyini topdim. Endi u yerga kirib ko'ramiz va mana shunday o'sha videoda ko'rsatilgan joyni topishimiz kerak. Mana bir dona bor ekan va bu yerda mana verstak ham bor ekan va buni sindirib ko'ramiz va sindiramiz va do'stlar, haqiqatan ham shu narsa bor ekan va ichiga tushib ko'ramiz va bu yerda nima borligi menga juda ham qiziq. Va xuddi o'sha videoda ko'rsatilgandek jitel ham bor ekan va u qamoqda o'tiribdi. Sindirib ko'ramiz mana bu yerini va do'stlar, haqiqatan ham bu yerda jitel bor ekan. Bu yerda suv tushunarli va bu yerda nima bor hozir ko'rishimiz kerak va bu yerda qandaydir suv bor ekan va bu yerda esa bilmadim qandaydir joy va menimcha bu haqiqatan ham o'xshadi do'stlar. Bu juda ham qiziqarli. Tekshirib ko'rmagan bo'lsanglar, tekshirib ko'rishni maslahat beraman. Endi keyingi sirli xonani tekshirib ko'ramiz va bu suv ostida ekan va bu o'yinchi magma blokni oldiga keldi va uni sindiryapti va uni sindirib ko'ryapti tagigacha va qandaydir sirli xonaga duch keldi va bu xona bilmadim bu narsa bormi yoki yo'q. Hozir tekshirib ko'ramiz. Bu yerda men kema topdim, lekin hali beri magma blokni topganim yo'q. To'xtanglarchi. Ha, mana bu yerda magma blok bor ekan va mana ko'rib turganlardek videoda ko'rsatilgan joy emas-ku, lekin menimcha bu yerda bo'lishi mumkin va sindirib ko'raveramiz va buni sindiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 va do'stlar, qandaydir xonaga duch keldik va do'stlar, haqiqatan ham xuddi o'sha joyga duch keldik va mana bu yerda creeper nima qilyapti tushunmadim, lekin bu yerda qandaydir maxfiy bazaga o'xshaydi ekan do'stlar. Bu to'g'risini olganda menga juda ham yoqdi ko'rinishi va mana bunday qurilgani menga juda ham yoqdi do'stlar. To'g'risini olganda bu demak haqiqiy, bunga ishonsanglar bo'ladi va bu yerda mana bunday creeper ham bor ekan. Navbatdagi videoni tomosha qilamiz do'stlar. Men uni va nihoyat topdim degan yozuv bor ekan. Bilmadim o'yinchi nimani topgan. Hozir uni bilib olamiz. Videoni ko'rishda davom etishimiz kerak va mana bunday katta muzlarni sindirishda davom etyapti. Biz buni yaxshilab ko'rishimiz kerak. Xo'p, mana bunday xonani topyapti. Bilmadim bu qanday xona va bu yerda kimdir aniq yashagan va survival qilgan va bilmadim bunday xona bormi yoki yo'q va mana bu yerda qandaydir creeper ham bor ekan. Mana bu muz bo'lagining ichida ham yo'q do'stlar. Meni fikrimcha buni tekshirib o'tganda menimcha buni sindirgan edik va buni ichida menimcha yo'q. Va mana bunisi qolyapti. Bundan keyin yana tekshirib ko'ramiz va buni ham sindirib ko'ramiz. Xo'p, sindirishda davom etamiz. Menimcha bu o'xshab qolishi ham mumkin, yana bilmadim. Nima, to'xtanglar. Yana bir sindirib sindiramiz va do'stlar, haqiqatan ham o'sha joyni topdik. Menimcha xuddi o'sha videoda ko'rsatilgan joyni mana topdik. Deyarli xuddi shunday joy va bu yerda kravat ham bor, lekin bu yerda creeper yo'q. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda creeper bor edi videoda, lekin bu yerda yo'q ekan. Tushunarli. Demak, bu yerda kimdir yashagan deb fikr bildiraman va sandiqlarning ichida hech narsa yo'q. Demak, tushunarli. Bu narsa nima bo'ldi? Menga juda ham qiziq va bu baliq tutish uchun joy ekan. Demak do'stlar, bu mana shu sirli joy o'xshadi. Men o'zi to'g'risini olganda deyarli 50 ga ishonayotgan edim. Bu ko'rinishidan juda ham yaxshi. Endi biz keyingilarga navbatni beramiz. Navbatdagi videoni tomosha qilamiz va qandaydir pushti rangli qo'yni tagini qaziyapti va mana bunday pushti xonani topyapti. Jinursin, bunday xona bormi yoki yo'qmi? Lekin bunday xona bo'lmaydi,
100% bunday xonani aniq men ko'rmaganman va pushti rangli qo'yni ham kamdan kam uchrataman. Lekin bilmadim, videoda mana bunday qo'yni tagini qazisa shunday xona chiqar ekan. Xo'sh, unda biz buni gapni ko'paytirmasdan tekshirib ko'ramiz. To'g'risini olganda pushti rangli qo'yni topish juda ham qiyin bo'lyapti. To'xtanglar, bu o'shami? Ha, haqiqatan ham o'sha pushti qo'y. Mana do'stlar topdik va nihoyat topdim. Endi uni tagini qazishimiz kerak, to'g'rimi? Va tushunarli. Demak, shuni tagini qazib ko'ramiz. Menimcha bilmadim, bu o'xshab qolishi ham mumkin. Sindiramiz. Balki yana bitta blok, yana yo'q. Do'stlar, bu yerda hech narsa yo'q va suvga tushib ketdik. Demak, bu menimcha o'xshamaydi va yana qo'y qayerga ketdi tushunmadim. Qo'y umuman yo'qolib qoldi. Mayli, mana shu tarafdan ham qazib ko'ramiz va bu yerdachi va bu yerda ham yo'q. O'zi ko'rinishidan bu o'xshamasligi deyarli aniq edi. Demak, bu yolg'on. Bunga ishonish kerak emas. Navbatdagi videoni ko'ramiz do'stlar va mana bunday o'rmonni topish kerak ekan va qandaydir asallarning uyini ham topishimiz kerak. Mana asallarning uyi va uni tagini qazyapti. Mana bunday ikkita asalari ini bo'lishi kerak ekan. Tagini qazisa mana bunday xonaga duch kelar ekan. Bu bilmadim qanday xona, asal xonasiga o'xshayapti va bu yerda mana bunday tekstura va mana bunday bezatilgan narsalar bo'lishi kerak ekan. Bilmadim, hozir tekshirib ko'ramiz. Mana do'stlar, o'sha asallarning inlarini topdim mana va nihoyat topdim va mana uni ko'rib turganlardek ikkita asallarning ini topish oson bo'lmadi va bu yerga tushamiz va ularni o'rtasini qazishimiz kerak ekan. Tushunarli. Demak, mana bu yerdan qazib ko'ramiz va ketdi. 1, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi va do'stlar asallar bloki, ya'ni asal bloki va buni sindiramiz va sindirib ko'ramiz va yana pastga tushamiz va do'stlar haqiqatan ham o'xshadi. Deyarli buni o'xshadi desak ham bo'ladi, lekin stolda qandaydir boshqa narsalar turibdi. Videoda ko'rsatilgan lampa va shunga o'xshash narsalar yo'q. Ha, mayli, lekin bu men versiyamda bunday narsalar yo'q-ku, lekin bu o'xshadi. Demak, bunga ishonsanglar bo'ladi. Bu haqiqatan ham bor. O'zi bu ko'rinishdan juda ham yaxshi joy ekan. Asallarni olib turib, qandaydir asal ishlab chiqarsanglar ham bo'ladi. Buni o'rganib olish kerak. Bu juda ham yaxshi. Endi keyingisiga o'tamiz. Xo'sh do'stlar, bu yerda men hech qachon qishloqlarni endi uy otmayman degan yozuv paydo bo'ldi va mana bu yerni qo'ng'iroqni cholyapti va nechadir marta cholish kerak ekan va yana cholyapti va endi nima qilishini tomosha qilishimiz kerak do'stlar. Va u mana bunday gulxona oldiga keldi va mana bunday narvonni ko'rdi. Jinorson bunday xona, bunday narsa bo'lishiga ishonish qiyin. Buni qishloq qilgan bo'lsa kerak va mana bunday narsalar bor ekan. Xo'p, videoni qaytadan tomosha qilamiz do'stlar. Mana bu gulxona tagida shunday narsa paydo bo'lishi kerak ekan. Aynan shu paydo bo'lishi kerak ekan. Xo'sh, unda biz buni tekshirib ko'ramiz. Mana do'stlar, videoda ko'rsatilganidek qishloqni topdim va endi qo'ng'iroqni chalishimiz kerak va bitta, ikkita, uchta, to'rtta va yana kutib turamiz va yana bir marta chalishimiz kerak va yana chalamiz va davom etamiz. Bo'ldi do'stlar, menimcha yetarli bo'ldi. Endi biz o'sha gulxonlarni topishimiz kerak. Iloji bo'lsa uchib ko'ramiz va mana birinchisi va buni tagida hech narsa yo'q. Tushunmadim, bu yerda nega hech narsa yo'q? Qazib ko'ramiz tagini va bu yerda hech narsa topilmadi. Tushunarli, bu yerda hech narsa yo'q. Yana davom etamiz va endi bunisini tekshirib ko'rishimiz kerak va buni tagida ham hech narsa yo'q. Tushunmadim, bu hech narsa yo'qga o'xshayapti va buni tagida ham hech narsa yo'q. Menimcha bu oxirgisi bo'lishi mumkin. Bu oxirgisi edi yoki-da yo'qmi? Mana bu yerda ham bitta bor ekan do'stlar, buni ham tekshirib ko'ramiz. Va do'stlar, bunisi ham yo'q, bunisining tagida ham yo'q ekan. Tushunarli. Demak, bu yolg'on do'stlar. Yana boshqa yo'qmi? Shuni ko'rib chiqaylikchi. Va bo'ldi, boshqa bunaqa narsa yo'q ekan. Demak, bu yolg'on. Demak, endi boshqa Minecraftning sirli xonalarini tekshirib ko'ramiz. Endi biz mansiyani tekshirib ko'rishimiz kerak ekan va mansiyada mana bunday xonani topishimiz kerak va mana bunday gul tuvaklarni sindirib chiqishimiz kerak ekan va mana bunday xona ochilar ekan. Bilmadim bu qanday xona, hozir ko'ramiz va Jinorson bu qishloqlarni qiynash usuli-ku. Bilmadim yana bu qanday mexanizm va tomosha qilganingizdek bu qishloqlarni qiynash usuli ekan. Mana bu xona emas, yo'q, videoda ko'rsatilgan xona emas va bunisi-chi? Ha, do'stlar, mana shu xona va nihoyat topib keldim. Endi biz buni birma-ketin sindirib ko'rishimiz kerak. Buni sindiramiz. Yo'q, hech qanday eshik ochilmadi va bunisini ham sindirib ko'ramiz. Yo'q, bu yerda ham hech narsa yo'q va bunisini ham sindiramiz. Yo'q, nimagadir o'xshamayapti. Mana bunisini ham sindirib ko'ramiz va mana shu tarafda ochilishi kerak. Tushunmadim, o'xshamadimi? Yo'q do'stlar, o'xshadi. Mana bu tomonda eshik ochildi. Men narigi tomonda eshik bo'lsa kerak deb o'yladim va do'stlar, haqiqatan ham o'sha narsa bor ekan va bunga ishonish qiyin. Lekin mana bu mexanizm ham bor ekan, ishlatib ko'ramiz va tushunarli. Buni ham bir tekshirib ko'rishimiz kerak va buni bosib ko'ramiz
va tushunarli jetellarni o'ldirish uchun ekan va bu qanday mexanizm bo'ldi, buni ham bir tekshirib ko'rishimiz kerak va buni bosib ko'ramiz va mana bunisini ham bosamiz. Xo'sh, ko'ramiz va do'stlar, mana bu joyni buzib yubordi, tushunarli. To'g'risini olganda do'stlar, bu mexanizm menga juda ham yoqdi, juda ham qiziqarli ekan. Sizlarga ham tekshirib ko'rishni maslahat beraman, to'g'rimi jetel? Gapni ko'paytirmasa bizni qutqarsakchi, o'lib ketay dedik-ku. Yana bir videoni ko'ramiz do'stlar va bu mana bunday junglida bo'lar ekan va mana bunday katta bargli daraxtni topish kerak. Ko'rinishidan juda ham dumaloq o'xshaydi ekan. Haqiqatan ham do'stlar va uni qazyapti va ichida mana bunday sirli uy bor ekan do'stlar. Bilmadim, lekin buni albatta tekshirib ko'rishimiz kerak. To'g'risini olganda juda ham katta bargli daraxtni topish juda ham qiyin bo'lyapti. Aytgancha do'stlar, videoni ko'rishdan oldin albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Shundagina meni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. 50 ming obunachiga ham ozgina qoldi do'stlar. Agar 50 ming obunachi bo'lishimizga ela Minecraftdan o'chirib tashlangan sirli mavjudotlarni sizlarga ko'rsataman. Shuning uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Unda biz videoga qaytamiz do'stlar. Hozir biz katta bargli daraxtni topishimiz kerak. Menimcha mana bu juda ham katta bargli daraxtga o'xshayapti. Yana bilmadim, yana tekshirib ko'rishimiz kerak va buni ham tekshirib ko'ramiz. Xo'p, mana bu yerda taxtasi bor ekan, buni sindirib ko'ramiz va sindiramiz va do'stlar, mana bunday xonaga duch keldik va videoda ko'rsatilganidek xonaga o'xshaydi ekan va buni menga to'g'risini olganda juda ham yoqdi va bu yerda kimdir yashasa ham bo'ladi va sandiqlarning ichida nima bor ekan va sandiqlarning ichida mana bunday daraxtlar va mana bunday resurslar bor ekan va bu yerda 53 ta daraxt chiqdi do'stlar, juda ham ko'p. Deyarli 1 stak degani 64 ta ekan. Demak do'stlar, bu to'g'risini olganda juda ham haqiqat ekan. Sizlarga ham tekshirib ko'rishni maslahat beraman. Endi biz Nezerdagi sirli xonani ko'ramiz do'stlar va bu pigmenlarning joyi va uni qazyapti va mana bunday joyni topyapti. Xo'sh, tushunarli. Xo'sh, ko'rishda davom etamiz va mana bu joyga sakrayapti do'stlar. Xo'p, bu yerda bilmadim nima bor va mana bunday katta xonaga duch kelyapti. To'g'risini olganda to'xtaylik, videoni orqaga qaytarib ko'ramiz. Mana bunday joyga tushish kerak ekan va pastga tushsa mana bunday xona bo'lishi kerak ekan. Mana bu piglinlarning joyi juda ham katta ekan. Bunaqasini hali umuman ko'rmagan edim. Xo'p, ichkariga kirib ko'ramiz va mana bu yerga kiramiz. Xo'sh, do'stlar, mana topdik. Videoda ko'rsatilgan joy va pastga tushamiz va bu yerda Jennerson, bu yerda oltinlar juda ham ko'p ekan. Demak, bu yerda jami 16 ta oltin blok bor ekan. Bu degani juda ham ko'p oltin va sandiqning ichida esa mana bunday resurs bor ekan. Bu bizga qiziq emas. Sandiq mana bu yerda turibdi. Demak, mana shu yerga sakrab ko'rishimiz kerak. Qani unda sakraymiz va pastga tushib ketdi va do'stlar, haqiqatdan ham o'sha joy mana ko'rib turganlardek mana bu yerda oltin bloklar ham bor. Sandig'ini ochib ko'ramiz va sandiqning ichida mana bunday oltinga boy resurslar bor. Va bu juda ham ajoyib. Va mana bu sandiqning ichida esa bu sandiqning ichida ham oltinlar bor ekan. Bu yerda ham deyarli juda ham ko'p oltin bloklari bor va mana bu yerda 3 kishi uchun qandaydir debman, 3 kishi uchun braniya bor ekan, oltindan yasalgan. Va bu haqiqat ekan do'stlar, buni albatta tekshirib ko'rishingiz mumkin. To'g'risini olganda hech qaysi o'yinchi mana shu joyda lavaga sakrab ko'rmagan bo'lsa kerak. Bugundan boshlab albatta lavaga sakrab ko'rilib, menimcha u yerda ham mana shu narsa bo'lishi mumkin. Unda do'stlar, videoga yakun yasaymiz. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. 50 ming ta obunachi bo'lishimizga albatta Minecraftdan o'chirib tashlangan sirli mavjudotlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Ularning ichida qo'rqinchlilari ham bor. Unda do'stlar, hammaga xayr, sog' bo'linglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.